Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari, Teplodar kompaniyasini, NMK kompaniyasini va M Ali Group kompaniyasini aziz muxlislari, uyini gazlashmagan hududlarda uyini isitish istagida yurgan muhtaram fuqarolar, bugun biza Xorazm viloyati Bog'ot tumani Kulon-Qarabog' qishlog'idamiz. Zakajon akalarning uyida. Mana uyimiz old tomoni jami uyimiz 152 metr kvadrat, shundan isitish maydonimiz 141 metr kvadrat tashkil qiladi. Bu yerga Magnum 20 kotel qo'yamiz. Mana bu yana uyimizning old tomoni. Kecha boshladik ishimizni. Bugun mana уже tugatib, xudo xolasa kotelni yoqish jarayonidamiz. Uyimiz loydan ishlangan, tashqi devorlarimiz 50-55 cm, eshiklarimiz yaxshi izolyatsiya qilingan, oynalarimiz stiklopaket, plastik ramlar bilan ishlangan. Kotelimizni mana shu yon boshda ozmas joyimiz bor edi. Mana shu yerga o'rnatdik. Hozir уже ishlarimizni tugatib, загрузка qilib qo'ydik. Sistemamiz uklonli sistema qildik. Ayrim radiatorlarimizni yuqoridan olib o'tdik. 19 litrlik vakuumli bak, 2,5 atmosferalik группа безопасности, dimoxodimiz o'zimizning stальной izolirованный dimoxod bo'ldi. Ichida 159 lik nimamiz bor, stальной turbamiz bor, ustiga stiklovata o'raganmiz va yomg'irdan himoya qilish uchun otsinkovka list bilan o'rab qo'ydik. Va Magnum 20 kotelimiz, bilasizlar, kafolat muddati 1 yil. Lekin O'zbekiston uchun kafolat muddatini 4 yil qilib qo'yibmiz hozir buni. Isitish maydoni 200 metr kvadrat, temiri SP3, SP5 kalyonli staldan ishlangan. Regulator tagi Regulus firmanikini qo'ydik. Buni qiladigan ishi aytgan temperaturada mana bu pastki havo yo'lini ochib yopib, kerak bo'lgan temperaturada ushlab turish uchun qo'llaniladi. Podacha obratkalarimiz 32 lik alyuminiy покрытияli trubalar bilan ishladik. Radiatorlarga подключение верхний нижний qildik. Ular 25 lik truba bilan подключениесini qildik. Svet o'chib qolgan taqdirda yordamchi bo'lish uchun va tokni bir xil me'yorda ushlab turish uchun Stabik firmasini 800 lik UPS'ini o'rnatdik. Buni funksiyasi bir vaqtning o'zida pasaygan yoki oshib ketgan tokni 220 ga tushirib berib turadi. Birinchi narsa, ikkinchisi, mana bu yerda 220 voltlik 12 voltlik akkumulyatorimiz turibdi. Uni zaryadka qilib qo'yadi. Svet o'chib qolgan taqdirda mana shu yerdagi 12 voltlik tokni 220 ga aylantirib, mana bu sirkulyatsiya nasosini aylantirib berib turadi. Xullas, kotelimiz yaxshi tayyor. Поворотный shibirni mana bu holatda o'rnatdik. Bilasizlar, NMK zavodda komplektida mana bu поворотный shibir bo'lmaydi. Chunki agar zavodskiy dimoxod qo'yiladigan bo'lsa, sendvichli dimoxod o'zini komplektidan olib qo'yiladi. Shuning uchun kotelni narxiga kiritmaslik maqsadida mana bu narsani alohida qo'yiladi. Xudo xolasa kotelimiz yaxshi tayyor. Hamma ishlarimiz o'z joyida. Kotelni suv to'ldirib qo'yibmiz. Davleniyamiz 1 atmosfera bizga yetadi. Temperaturamiz 10 gradus. Xudo xolasa, Zakajon aka ruxsat bersalar, kotelni yoqarsak bo'ladi. Ruxsatmi, Zakir aka? Ha, bular endi neden tazak bilan aralashtirib o'tganmizmi? O'zi karbish untani. 10 tane karbish sovut quyib bergan. Faqat suv bilan aralashgan bu, to'g'rimi? Tushundim. Xudo xolasa, kotelimizni yoqamiz, keyin uy ichi bilan tanishib chiqamiz. Kotelni yoqatirganimizda dimoxodni, поворотный shibirni ochib qo'yamiz. Hozircha bizga nasos kerak emas. Shuning uchun chiqishni o'chirib qo'yamiz. Kotelning ichidagi suvni qizdirib olib, keyin uyga yuboramiz. Kotelimiz alışishni boshladi, xudo xolasa. Ovozini eshitishingiz mumkin. Ko'chamiz qorong'i bo'lgani uchun dimoxodni ishlaganimcha ko'rinmaydi.
18:06 saatimiz. Kotelni yakkanimizda 3 minutlar atrofi bo'ldi. Temperaturamiz faqat shu turish. Saatimiz 18:20 bo'ldi. Xudo xolosa temperaturamiz 70 gradusdan sal oshdi. Davleniyamiz ham ko'tarildi. Nasosni qo'shib berib, xudo xolosa, bu ham suvni yo'raramiz. Uyimizga keldik, xudo xolosa. Uyimizning patologini balandligi. Mana bu asosiy dalanxonamiz. Mana bunday trubamiz kelyapti. Bu birinchi tochkamiz. Pishiram? Ya o'sha turib bo'lam. Ya qo'lni kuydiradi. Kuydiradi. Bu yerda pech bor adang. Evet, 2 katga bir pech qo'yib bu olib tashladim. Отдельно bir tashib pech qo'ymoqman. Bu yerda ikkinchi xonamiz. Zal joyimiz bu. Bular ham patologi 3 metrgacha. Kelibdimi? Trubamiz однотрубный bo'lib ketdi. Подключение 25 yuqoridan. Shunda 100% quvvatidan foydalansa bo'ladi. Bu yerda kuxnyamiz. Kuxnyadan tashqariga eshik bor bu yerda. Bu yerda dushoyimiz. Kelibdimi, qizmi? O'sha dushoydan keyin kuxnyamiz qizadi. Kuxnyamiz ham qizgan. Soatni ko'rsatib bering telefoningizda. 18:23. Bundan keyin bu turbamiz. Yagam? Bu dolanimizning radiatori. Sekin generator bular. Bundan keyin mana bu xonamiz. Детский комната. Aha. Bu pechni o'chirmadingiz, a? Tamam, 2 gün bo'ldi yanmadi. Qizib boshlabdi. Qizib tashlaganman. Lekin issiq bu xonamiz. Pechga 2 gün oldu mu? Sovuq tashqari havo issiq bo'ldi. Ushlab turibdi. Keyin dalandagi bu radiatorimiz. Keyin narigi xonamiz, a? Keyin bu xonamiz. Hozir endi bir durib temperatura ko'tariladi. Oynalarimiz plastik ram, stiklo paket. Patologlarimiz 3 metr. Soatni ko'rsatib bering shunda. 18:32. Temperaturamiz tushishni boshladi, chunki uyning ichidagi sovuq suvlarni olib keldik. 50 gradusga tushdi. Hozir ko'miramiz zapravka qildik. Hamma radiatorlarimiz bordi. Sirkulyatsionni nasosni o'chirdik. Hozir yana 1 minutga ko'tarib, xudo xolosa, nani qo'shib beramiz. Shu bilan polniy rejimda ishlashni boshlaydi. Kamera boribdimi? Tekshirib chiqdingizmi? Tamam. Meni xatolandim. Yaxshi. Kotelam уже paraxatlashdi, ko'rdingiz? Tinch ishlaydi endi. Tutunlar to'xtadi. So'tingizda tutun na bor ekandan, pirolizni gaz bor ekan. Yerayna telefonimizni osib qo'ydik. 24 soat bemalol. Agar muammo bo'lsa, telefon qilaverasiz. Kotelimiz 60 gradus bo'ldi. Regulyator chagini nastroyka qilib oldik. Mana kotelimizning temperaturasi 60 gradusga chiqqanda regulyator chagini ham 60 ga qo'yib, pastki qopqoqni yopiq holatda zanjirni mahkam bog'lab qo'yamiz. Muhtaram eldoshlar, soatimiz 18:49 bo'ldi. Regulyator chagini nastroyka qildik. Kotelimizning temperaturasi stabilniy
60 gradusga qo'yibmiz. Shu 60-65 o'rtasi ishlab turibdi. Davleniyamiz ham o'z me'yorida 1,5 dan sal oshgan. Sirkulyatsionni nasosni birinchi sqorsa qo'yib qo'ydik, yetarli shuni o'zi. Mana stabikimiz ham ishlab turibdi. Stabikimizni ham tekshirib ko'rdik. Tokdan ajratib, Zakirjon aka bilan birga. Mana Zakirjon aka, fikrlaringiz? Xudo shukr oydi masa qurdilar. Shu sizlarga ham qo'lingizda dard ko'rmasin, ustalardan siz ham shuncha narsani tashkillashtirganingizdan rahmat. Rahmat. Hammaga bunday qattiqlar qizdirish nelarni tavsiya etamiz. Qo'lingizda dard ko'rmasin. Yerlikni xizmatini e'tibor beringlar, xudo xolasa. YouTube'da ko'rganlaringiz rasmagan, shu yarim soatda qizdirib yuribdi-da. Shu YouTube'da kanalingizdan nesini ko'rib, telefon nomeringizni olib, sizlarga telefonga ochib qo'ydim. Katta rahmat, xudo xolasa. Katta rahmat, qo'lingizda ko'rmasin. Rahmat. Qilgan ishimizda bilasiz, qo'ygan vajimizda hamma narsamizda 1 yil garantiya bor. İçində обучениялari бесплатный, shu yo'l-yo'lakay, bilasiz, call centerlarni tashkil etganmiz. Shora telefon o'zib bersangiz, любой vaqtda, любой kamchiligingizni do'llab berib ketamiz, xudo xolasa. Sizga ham katta rahmat NMK kompaniyasini tanlaganingiz uchun, Emali Group kompaniyasini tanlaganingiz uchun. Uyingizda mudom yaxshi gullar bo'lsin. Buyursin, yaxshi gullar. Hammangizga taklif qilib qolamiz. NMK zavodida ishlab chiqarilgan Magnum, Sunfire, Atom, Gefes kotyullari bilan uylaringizni isitishni va albatta Emali Group kompaniyasi bilan birga. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.